juda o'chman. Bijuteriyalarni juda ham yaxshi ko'raman. Tilla buyumlarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Faqat tillalarni diqqatadigan joy bor. Tillalardan ko'ra ko'proq chiroyli bijuteriyalar, ko'proq ayollik jozibasi qanaqadir esda qolarli, chiroyli narsa, chiroyli taqinchoq baribir chiroyli-da. Chiroyli narsa xotirjamlik beradi ko'pincha. Va mavzuga qaytsak, bilasizlar, o'tgan galgi videorolikda baxt o'g'irlash, omadini o'g'irlatib qo'yish haqida gapirdik. Buni ham qisqacha hozir mavzudan oldin gapirib ketmoqchimiz. Oddiy sizda efirniy maslo bo'lishi kerak. Efirniy masloni farqi yo'q, ko'rinyaptimi? Va buni olasiz yoki uyingizda oshxonada ishlatadigan oddiy yog' ham bo'ladi. Qo'lingizda mana shu tochkasiga sekin tomizasiz. Omadingizni, energiyangizni qaytarib olish uchun mana 1, 2, 3 va chap tomondan o'ngga qilib, agar kimnidir mani energiyamni olish xohishi bo'lgan bo'lsa, omadimni tortib olish xohishi bo'lgan bo'lsa va bu narsalarni olishga erishgan bo'lsa ham o'z energiyamni o'zimga qaytaraman deysiz. Chap qo'l bilan ishqalab, o'ng qo'l bilan ishqalaganingizda esa agar manda begona odamni energiyasi, begona odamni omadi yoki energiyasi bo'lsa va ya'ni uning omadi va uning energiyasi sizda bo'lsa, uning karmasi ham sizda bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun bu karmaga chap berish. Va o'ziga qaytaraman. O'zimni energiyam o'zimda qolsin. O'zimni energiyam o'zimda qolsin deysiz. Oshxonada ishlatiladigan yog' ham bo'ladi. Bu ham o'zingizni energiyasi olib keladi va bundan keyin o'zingiz seza boshlaysiz. Iloji bo'lsa 3 kun qaytarish kerak buni va bu tomirlaringiz eshitadi. Ich-ichingizdan his qilasiz. Yaxshi niyat yarim davlat degani bu. Xo'sh, mavzuga kelsak. Bugungi mavzuyimiz kinofilm